Ammo millionlab mehnat muhojirlari inson huquqlari toptaladigan, ayniqsa migrantlarga hayvondek munosabatda bo'linadigan davlatda ishlar ekan, istalgan paytda ular zo'ravonlikka uchrar va buni o'sha mamlakatning oliy hokimiyati oqlab chiqar ekan, O'zbekiston uchun hali beri biror bir bayramning uzoqqa cho'zilishi dargumon. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Virginia, здесь не канает, блядь. Moskvadagi Mudofaa vazirligi muassasalaridan birida joriy yilning 8-iyun kuni xavfsizlik kuchlari migrantlarga qarshi reyd o'tkazdi. Omon xodimlari mehnat muhojirlarining hujjatlarini tekshirish uchun Straginodagi yotoqxonaga borib, erkaklarni xonalardan haydab chiqargan. Ammo ular shunchaki haydab chiqarilmagan, vaholanki tepilgan, tarsaki va musht tushirilgan, qadr-qimmati toptalgan, xo'rlangan. Bir so'z bilan aytganda, neonatsizm qurboniga aylangan. Mazkur g'ayriinsoniy harakatlar davomida xavfsizlik xizmati xodimlari hujjatlari bilan muammoga duch kelgan 5-6 nafar shaxsni qo'lga olgan. Qo'lga olinganlar vaziyatga oydinlik kiritish uchun bo'limga olib ketilgan. Shundan so'ng dastlab bu vaziyatga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasi munosabat bildirdi. Vakolatxona ushbu holat yuzasidan Rossiya Federatsiyasining huquqni muhofaza qiluvchi organlaridan rasmiy ma'lumot kutayotgani ma'lum qilindi. O'zbekistonning Moskva shahridagi bosh konsulxonasi va Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasi ushbu masalani nazoratga olgani aytildi. Migratsiya agentligi Rossiya kuchlar tuzilmalarining xatti-harakatidan jabrlanganlar orasida bordi-yu O'zbekiston fuqarolari mavjud bo'lsa, jumladan ularga tan jarohatlari yetkazilgan, huquqlari buzilgan yoki boshqa muammolarga duch kelgan bo'lsa, holat yuzasidan Rossiya Federatsiyasidagi o'z vakolatxonasining aloqa raqamlariga murojaat qilishi so'raldi. Keyinchalik esa rasmiy Toshkent masalaga yanada jiddiyroq yondashdi. Bu safar ish joriy yil aprel oyida Moskvadagi hammomda bo'lgan tahqirlanish kabi yeng ichida qolib ketmadi. O'zbekiston Rossiyada bo'lib turgan mehnat migrantlariga nisbatan kuch-tatar tuzilmalar tomonidan qilinayotgan qo'pol, inson huquqlariga zid harakatlar yuzasidan nota yuborib, huquq-tartibot organlarining faoliyatiga huquqiy baho berilishini so'radi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 10-iyun kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Rossiya tomoni bilan har oy migratsiya masalalari bo'yicha o'tkaziladigan navbatdagi uchrashuv tashkil etilgan. Uchrashuvda Rossiya Federatsiyasi hududida ayrim holatlarda O'zbekiston fuqarolariga nisbatan ruxsatsiz tekshiruvlar, hurmatsizlik va qo'pol munosabatlar kuzatilayotgani to'g'risidagi xabarlar tashvish uyg'otayotgani ta'kidlangan. Bunday holatlar mamlakatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarga aslo to'g'ri kelmasligi, ularni oldini olish uchun aniq chora-tadbirlar zarurligi yetkazilgan. Shuningdek, O'zbekiston Rossiya tomonini barcha fuqarolarga nisbatan xalqaro huquq va inson huquqlariga rioya qilishni ta'minlashga chaqirgan. Rossiya Federatsiyasining tegishli idoralari O'zbekiston fuqarolariga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishga hamda ularning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmaslikka chaqirilgan. Moskvadagi holat yuzasidan Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi tomonidan nota yuborilib,